O'zbek kino ixlosmandlarining qalbidan chuqur joy egallagan taniqli aktyorlardan biri Javohir Zokirov haqida kutilmagan xabar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Taniqli aktyor, kino ixlosmandlari qalbidan chuqur joy egallagan Javohir Zokirov Mening yurtim telekanalidagi O'zimizning gap ko'rsatuviga intervyu berdi hamda ko'plab muxlislarini o'ylantirgan savollarning jumboqli javoblarini oydinlatdi. Otamning vafoti eng katta dars bo'ldi. Hayotimdagi eng katta o'zgarishlarning hammasi o'shandan keyin boshlandi. Chunki shu paytdan boshlab o'zimni taniy boshladim. Bu men uchun katta judolik ekan. Hech qachon otam yosh ketadilar deb o'ylamagan edim. Nazarimda hali hammasi oldinda edi. Noumid shayton deyishganidek, eng oxirgi umidga ham ishonar edim. Bolalar uchun eng beg'ubor vaqt ota-onasi bor paytlari bo'ladi deb o'ylayman. O'zlaridan kattalar gapirganda ko'p yoshlarning ensasi qotadi. Mening ham xatoyim bo'lgan o'sha paytlarda. Ota-onamning menga vaqtlari bo'lmagan deb aybni ularga to'nkab qo'yishim mumkin. Lekin mening ham ularga vaqtim yo'q edi aslida. Ertalabdan kechgacha ko'chada yurardim. Ko'cha bolasi edim. Hech kim hech qachon bir kuni otam o'ladi deb o'ylamas ekan. Hamma gap mehrda ekan. Mana shu voqea misli ko'rilmagan hodisa bo'ldi. Hech kim va hech narsa otaning o'rnini bosa olmaydi. Lekin Alloh birni olsa, boshqasini berarkan. Otamning vafotidan keyin oila qurdim. Shu sekin boshqa hayot boshlandi. Oilam, tashvishlarim bilan bo'lib ketdim. Hozirgi kunda bir ishim o'xshasa xursand bo'laman. O'xshamasa ham xafa bo'lmayman. O'xshamadimi, demak bu kerak emas ekan deyman. Oldinlari hamma narsaga kuyunaverardim. Voy bu undoq ekan, voy bu bundoq ekan derdim. O'ylab qarasam ko'pincha birovlar bilan band bo'lgan ekanman. Inson birinchi navbatda o'zini tanishi kerak ekan. Men ham bunga ko'proq o'zimni tanishga urinyapman. Ota-onadan keyin sizdan rozi bo'lishi kerak bo'lgan inson albatta ayolingiz bo'ladi. Ayolim bilan do'st bo'lish baxtli va baraka deb bilaman. Turmush o'rtog'ini xafa qilib ko'chaga chiqqan erkakning ishi yurishmasligi mumkin. Bilamanki, hatto ayolim qanaqadir rolimga rozi bo'lsa, o'sha rolim o'xshaydi. Uning bir og'iz yaxshi gapi bilan o'zimni undan ham zo'r his qilaman. Avvallari ko'p tushkunlikda yurishimga qaysidir ma'noda ayolimning mendan ko'ra ko'proq pul topishi ham sabab bo'lardi. Ammo keyinchalik bu balans to'g'irlanib ketdi. O'shanday vaqtlarda ham ayolimning o'zi hammasi yaxshi bo'lishini aytib, ruhimni ko'tarardi, deydi aktyor Javohir Zokirov. Shuningdek, Javohir Zokirov hayotidagi katta yo'qotishlardan biri bu otasining vafoti ekanligini, hozirgi kunda uning onasi Gavhar Zokirova ham og'ir xastalik bilan kurashayotganini hamda shifokorlar nazorati ostida davolanayotganligini, shuning uchun ham ijtimoiy tarmoq hamda televideniyalarda ko'rinmay qolganligiga izoh berib o'tdi.